Probaga sochingiz yana o'sib ketibdi akam. Nima bu? Ahvolni qarang. Olamizmi, to'g'rilaymizmi? To'g'rilash kerak, odam basharaf qilib qo'yish kerak. Bo'ldi. Tak. Nima qilamiz? Yonlaringizni kaltaroq qilamiz. Cho'lkalaringizni ko'taramiz. Mana bu soqolingizda bor-ku, mana bu o'ramalaringiz shunday bilinib qolibdi-da. Bu tomonda ham, bu tomonda ham o'sib ketgan. Soqollaringizni kalta qilib tashlaymiz yonlarga. Shu mo'ylov ham burundan kirib miyagacha o'sib chiqqan. Bo'ldi. Tayyormisiz o'zgarishga? Tayyorman. Ketdik. Qalay bo'ldi akam? Zo'rmi? Vashcha qichchu. Har doimgidek. Gap yo'q akam. Qarang, mana bu soqollaringizda mana bu yerda o'ramalaringiz bor edi-yu, olib tashladi deb planni переход qilib. Mana bu sizga shiram bor, o'shanga tegina faqat переход qildim. Mana bu yerda soch bilan shiramlaringizni yopib yubordi. Orqalarga tarab qo'ydi. Takoy qilib qo'ydi. Qizlar ajali bo'ldi. Ketdim. Rahmat.